ijodiyatiga bo'lgan o'ta qizg'inlik va yalqinliq muhabbatni izchil o'ziga hamroh qilib, maftunkor ohanglardan, go'zal melodiyalardan guldastalarni tizayotgan. Sig'indingmi osmonim qatorliq bir yurish jalbkor naqshlar bilan ko'ngil qasirimizda o'zgacha bir suyimlik obraz tiklagan Uyg'ur qizi Saniya Ismoil, O'rta Osiyodagi go'zal mamlakat ina qo'shnimiz Qozog'iston Jumhuriyatining Yarkat shahrida san'at suyar Uyg'ur oilasida dunyoga kelgan. 4 yoshida Sergey Mironovich Kirovni Amerika Uyg'ur boshlang'ich maktabiga o'qishga kirgan. U kichikdan boshlab naqsh musiqaga intayin erisman bo'lg'achqa 9 yoshidan boshlab Pyotr Ilish Chaykovskiy Amerika san'at maktabining dottar kasbiga o'qishga kirgan. Bu jarayonda u o'z talantini yaxshi joriy qildirib, maktab ishida o'tkazilgan turli san'at faoliyatlariga aktivlik bilan qatnashgan. Shundan e'tiboran uning nozik barmoqlari dottar tarlar bilan erkin uchrashib kunda sardashidi. İzdenishchan g'oyalik san'at parvonasi Saniya Ismoil 1998-yili san'at maktabini a'lo natija bilan o'ngishli tamomlab, shu yili Olmuta shahridagi Pyotr Ilish Chaykovskiy Amerika oliy maktabida dottar kompozitorlik kasbi bo'yicha atrofli tarbiyalanadi. U 2001-yili oliy maktabdagi o'qishini natijali tamomlagandan keyin to'xtamay izlanib, shu yili Olmuta shahridagi Qo'rmong'ozi nomidagi konservatoriyaning musiqa ma'rifi kasbida, shundaqla dottar kasbida davomli bilim oshiradi. Saniya Ismoil 2004-yili ta'til vaqtidan unumli foydalanib, ota-bobolar yashab o'tgan Aslimanda, ona diyar Shinjang Uyg'ur avtonom rayonimizga qadam besib, Nurmuhammad Tursun, Oysugul Muhammad qatorliq ustoz san'atkorlarimizning dottar, tambur haqidagi kasbiy darslarga qatnashdi. 2006-yili konservatoriyadagi o'qishini muvaffaqiyatli tugatib, 2007-yili yana bir qaytim Urumchiga kelib, Shinjang san'at institutida Oysugul Muhammad muallimdan davomli turda naqsh kasbi bo'yicha ta'lim oladi. 2008-yili uning jaboliq tayyorlik qilish natijasida Olmuta shahrining Quddus Xo'jamiyarov nomidagi Uyg'ur teatrida Saniya Ismoilning yolg'iz kishilik san'at kechiligi o'tkazildi. Va 2009-yili Qozog'istonda Saniya Ismoilning ijrosidagi Mangu Miros nomli CD plastinkasi rasmiy holda bozorga so'lanadi. 2010-yildan boshlab u yana diyorimiz Shinjongdagi nurg'ulg'an cho'ng kichik kechiliklarga taklif bilan qatnashib, xalqimizning ma'naviy turmushiga texmarangdor mazmunlarni qo'shdi. Shunga Saniya Ismoilning 2010-yili chiqargan Sig'indingmi nomli CD plastinkasi hammalar yoqtirib anglaydigan natir plastinkaga aylandi. Saniya Ismoil mushu bir qancha yil mobaynida xalqimizning ko'ngil maylini istab, nazar ko'zingizda bo'layotgan Mening ismim Uyg'ur qizi nomli mazkur plastinkani yuqori sifatlik, nadir ishlash uchun xalqimizning madaniyat an'analari, turmush odatlari va yerlik milliy alayliklarni atrofli egallash ham cho'nqur tushunish maqsadida Tangirtog'ning janubiy shimolidagi yurtlargacha berib astoydil kuzatib, rangdor, ko'rkam ham nafis ko'rinishlarni tanlab suratga oldi. Shuning bilan birga yana o'zining ijodiy talantini to'liq ishga solib, mazkur plastinkadagi Mening ismim Uyg'ur qizi, niyat, inson, mangu miros don qatorliq naqshlarning so'z ham musiqasini ishladi. Umid qilganimiz shuki, Mening ismim Uyg'ur qizi nomli bu plastinka xalqimizning kutgan yerdan chiqib, hammalarning eng yaxshi tanishiga aylangusi.